Assalamu alaikum, hürmetlik görürmenler. Ben kardeşimle Nebcala. Bugün her birileri bilen yakınki mezgillerden buyan halkırada boğan çoğun siyasi ahvallardan biri ortaklaşkaç. Bular Xitayning qandaq şekilde adeti turib atqanligi, qanday kriz yo'l qo'yib atqanligi, to'g'riliq o'zimizning bir ko'z qarashlarini o'rtoqlashsak degan umidda bu programmani ishlab turibdik. Hammamiz bilgandek qarindoshlar, bir oy burun, ya'ni 2020 yili 5-oyning 17-kuni Xitoyning Isroiliyada turishliq bosh elchisi tuyuqsiz elchixonaning o'zining quruvsida, ya'ni turishliq quruvsida keç taraflarda tuyuqsiz ölüdü. Ölüm xəbəri nəhayət tez şəkildə tarqaydı. Bunun ölüm xəbərinin həmmisi nim buludu. Yəni bu Xitay 57 yaşlı demə yeşi. Ama bunun tuyuqsuz ölümü həm adamın diqqətini çəkdi. Çünki o şu mezgillərdə kimninki Amerika Təşqi İşlər Ministri Pompeo'nun mu İsrail'e gelişi, anadikin Xitayning İsrailiyada bir çoğun soğudu kilişimini elip bir iş harpısı turbatqanlığı bir vaziyetinin barlığı. O çoğun soğudu ticareti olsa İsrailiyaninki deniz suyunu normal içimlik suyu aylandırdıgan zavodның kurulmasıga Xitay meblag sanmakçı kentdi. Şuna olan bu soğudu kilişimini Amerika'nın Xitay bilen hemkarlaşışqa çekleme koyğanlığıdek bir anazlar var. Ama bunun qanchalik rost, qanchalik emas bilmaymiz. Faqat biz xabarlardagi anlagan bir neçə təkidlənən xəbərlərini asas qılımız qarindaşlar. Şolaşqa bizmi özümüzün analizini yoki bo'lmasa bundaq özümüzün o'ylagan tushunchasini ilgari suramiz bu yerda. Hem bu Doğu degan Xitay kim o deganda, bu Doğu degan Xitay asli bunun İsrailiyəyə kelishdən burun, elçi bo'lib kelishdən burun Ukrainada elçi olgan, Xitay elçixanasının elçisi, baş elçisi bo'lib ishlagan. U yerdan bir qator Xitayning muhim bir xizmatlarga aralashgan. Hamda Xitayning elçiləri qaranglar. Elçi bo'lishdan boshqa şu davlatda, turishliq davlatida, ya'ni şu davlatning istixbaratiga, siyosatiga ve her xil şekilde ticaretiga həminlik təsir göstərdi. Təsir göstərici rol oynaydı. Yəni ən mühimi uçur toplaydı şu dövlətdəki turuşluq, Xitayğa faydalı qıldığan yoki olmasa başqa dövlətlərlə kelib qıldığan bir şəkildə uçurlarını toplaydı. Hər bir şu nimədəki çətələrdəki Xitayların elçixanasında bir istixbarat işxanası buldu qardaşlar. Onunğa aşı yuqori dərəcəlik bir hərbilikdən kelgen şu hem bilimi hem nazariyesi hem əməliyyatı ba Xitay yuqori dərəcəlik əməldarları, yəni hərbinin Xitay ofisi dərəcəlik Xitayla uğurlaşdırıldı, məsul qılındı. Onun qolası da ondaq bundaq qulaq oxuquşlar turuşluq ticarətçilər ulağı işləydi qardaşlar. Şuna bu Xitayma bu ən mühim qılğan işi, ən qələbə qazanğan işi istixbaratda g'alaba qozongan Xitoy kim? Asosliq bu shu nimaninki hamda Xitoyning muloyisida buni Xitoy tarafdan qaslab o'tilgan bu vazifani ado qilinmagan deglik. Ama unda bo'lmasligi mumkinligi o'tirda hamda bu bir tijoratlarla uning tijoratni kelishtiramiz, uning jinni alaydigan ish yo'q. Balkim boshqa bir muhim uchurlarni egallagan bo'lishi mumkin. Bu üstürüvatkan İsrail'e yakın burun tuğa Ukrayna'nın emas, bütün dünyadaki Xitayning istixbaratının merkezi noktasıga bulalagan Xitay ekende. Şuna bu Xitay naiti ölüm şekli mi minsiga qan tushish, yurak qan tomiri yerilish şeklinde ölgen hem de hazırki bizge kelgan xabarlarda, anlagan xabarlarimizda şu şekilde ölgen. Eman nimoda naiti çıkamay, qinni teshig'i chiqamay mındaq ujuqtirib o'tish rolini olgan bir nima endi. Chunki bir davlatning elchixonasining uning qo'llanish tadbirlari olsun yoki İsrailiyadagi bir istixbarotini kuchli bo'lgan bir davlatda
mandaq şekilde ülep qilishi, qasd ushrashi bu naayetlik. Yaman texnikasi usta adamlar olmasa buni unda istiqlam jiroq tur mergillab qarg'iliblamada o'tirish imkoniyati bo'lmaydi. Şuna demek biz nihayetde iz kaldırmay, nihayet şehap çıkamay öldürüldü. Xitay bunun kim öldürgenligini bildi ama aşkarlanmaydı. Çünkü bunu aşkarlaverse üzünün nurgun yuyuçukları çıkıp kalıdı. Şuna bunda çoğun dilo, çoğun bundak üzünün emeldarlarının yuyuçunu şekilde kesitip öldürgen işlerimi aldırıp bilsimi aşkarlanmaydı arkadaşlar. Bu istihbarattaki bir terapi. Xitay'ın bu cihette. Hatta ki bu ölüm emez. Hatta ki bazı bir işçilik bo'lgan siyasetin eminlemi aşkarılmaydı o Xitay'ın elmesaktan kılıvatkan bir işi. Çünkü haber, media Xitay tarafından kamal kılınganlıktan bundan nesle akbarat vasıtaları arkalık sırtı çıktenmeydi demekçi. Hoş, şuna olan bu Xitay şu her şekilde bir tuyuksuz ölüm bilen o Sıraliyadaki Saudi kelişiminin işimi yoki bo'lmasa bu Xitayning shu yerda turib nurg'un davlatlar bilan boshqa bir şekilde bir davlatlarning manfaatini buzish uchun boshqa bir kelishimlarga qo'l qo'yganmi yoki bo'lmasa asosliq abim deganimdek istixborotning markazi bo'lib qolgan xodimmi chunki şekilde muhim usullarni to'plangan ve to'plash uchun harakat qilayotgan sistemimiz mükemmelleşken muşunga bağlanışlık bir nima bo'lgan bo'lsa balkim qasd ushirgan bo'lishi mumkin deganda ilgili suratıdı. Ya Xitay tarafdanmi ya boshqa davlat tarafdanmi bu texe aniq nemisi yo'q. Nima degan bilan bu Xitay hayotdan ayrıldı, o'ldi. Demak Xitayning bir umurtqisi sundi degan gap. Bu ichki jihatdagi bir cho'ng nimasi. İkincisi Xitaylarninki qara ichki ziddiyatlar. Yaqinda şu nimeninki Li Keqiang Xitayning Li Keqiang bosh ministrininki yaymachilikni qilish to'g'riliq bir siyoset belgilab, u siyosatiga Xinjiangning qarshi chiqib, u boshqa o'lkalarda buni baza boshqarish xodimlari orqali uni urib chaqqan ko'rinishlar bo'lyapti. Demak, ichidagi shu baş ministr qo'llangan siyosatga Xitayning baş sekretari bo'lgan Xitayning qarshi turishi demakda o'rtadagi ziddiyatning bu cho'nqur bir cho'ng ziddiyat ekanligi, Li Keqiangdan keyindimi bir turkum Li Keqiangni qo'llaydigan o'qituvchi Xitayning kompartiyasining ichidagi qarshi yoki ikkinchi avlodda olsun yo uchinchi avlodda olsun bu bir top odamlarning borligi mavu Xinjiangning keyindimi davlatning asosliq nimasini kontrol qilayotgan ve şu Xinjiangning ideologiyasini asasını çıkış noktası kılıvatkan bir türküm nimeler var. Onun adamları var demek otursada siyasetten otur davalığı şulavatkanlığı. Anan diken yakında bo'lgan bu Beijing'deki bu virüsün peyda olup qilishimi bazılar Xitayning o'zini o'ynavatgan o'yini deydi, bazılar ham o'zining bir şekilde kendimizni normallaştırış için bir şekilde qilayotgan işi deydi. Hem de nurgun devletlerde insanlar öldü, nurgun devletlerde insanların işi normal turmuş tesir göçürdü. Biz Uygurlar beşimiz kelgen qarangı zulümetler yoki bo'lmasa bir içinişliklerini bilmirler oluştuğumuz bilen bir adli insan oluştuğumuz bilen bir şekilde bir nersini berpa qilamagan bilen başka devlet buluşup bilen nurgun ülep ketken adamlarga qarta. Oğlum mu? Sen bizning devletimizga apırıp şu virüsni mal bilen bizmi senin nimenge bilahla apırıp qo'yildi degan bo'lsa hech gap emas u. Unchalik ishni qila olishi mumkin. Demak, mayli Xitoyning Sey vazirida Beijingdagi tez vazirda qasdanga chiqsin yo qasdanga chiqmasin. Demak, u yerda bir Beijingda bir virus sababli Xitoy virus sababli hayotining bir qalaymuqanchilik bo'layotganligini xabarlarda ko'rib turyapmiz. Qanday bo'lmasin, mayli uning o'zi chiqib o'ylagan uyan bo'lsin, mayli boshqalar tarafidan apirib qo'ygan virus olsun, qanday bo'lmasin Xitoyni bir patparaq qilishi, Xitoyni bir andishiga selishi, Xitoyni bir nima qilishi bu nihoyatda muhim masalalarning birisi deb qarayman qarindoshlar. Anandan keyin o'tgan yili men bir nimaning Xitoyning nimasini Xitoyning to'rbatlarida batdi. Bir ishki xabarining chiqib ketgan Xitoyning pul paxalligining bo'lganligi,
kommunanın vaqtı qartılğanlığını, hələqə iqtisadi planlıq iyilik tüzümüge qaytılğanlığı toğruluq bir 10 minutluk Xitayning bir ovozini men o'zimning YouTube kanaliga chiqarib qo'ygan. Shuningda deganlarning hammasi bankalarning vayron bo'lishi, pul paxalligining kelib chiqishi, andan keyin Xitoylarning boy amaldorlarning tiqib qo'ygan pullarini hukumatning elib oladigan usullar bilan elib olishi, andan keyin ichki ziddiyatning kuchayishib, o ichidagi ziddiyatlar, masalan, hozirgi Li Keqiang bilan Xi Jinping tarafdagi guruhlarning o'rtasidagi ziddiyatning kuchayib, qaysinin kuchli bo'lsa, shuning huquqni qamal qilganligidek vaziyatlarning alanzli o'tirib qo'ygandi. Şu anınızın köp kısmı bulavıdır. Qardaşlar, bolsa şunu bir anlap çıksanlar, hazır Xitayning vaziyetini ait yaxshi tahlil qila olasizlar. Onundan hazır kelayotgan su afati olsun, tabiiy ofatlar olsun, her xil portlashlar olsun, bir şekilde Xitayning mayli iqtisodiy jihatda keyingi cho'ng bek ig'ir darajada chekinishni keltirib chiqaryapti. Bunun bilan nima deganda, işsizlik ko'paygandan keyin norozilik ko'paydi. Hozir nurg'un korxonalarning yutkilishi, nurg'un korxonalarning Xitoyda taqilishi bilan, ham chekinib chekitishi bilan chet el korxonalarning Xitoyning ishlab chiqarishi yoki ishsizlik nisbati eshiyotidir. Ishlab chiqarishi tuvallayotdi. Hozirgi mana yillik ishlab chiqarish daromadining ayt shaklda tuvallab ketganligini anlayapmiz, ko'ryapmiz. Uning uchun qarindoshlar, Xitoyning halokati paydin-pay, mayli tabiiy ofat shaklida olsun, mayli ichki ziddiyat olsun, mayli xalqarodagi davlatlarning besim uchrashi olsun, mana 2-3 kun bo'lib ketganimiz anlayapmiz. Xitoyning shu Hindiston bilan chegaradagi to'qinishning avzaylab aynan 63 adamning qazo qilganligidagi xabarlarni anlayapmiz. Bunda 43 Xitoyning 20 Hindiston xalqining hozir taraf-tarafdan qo'zg'alib bu 20 nafar askarning qinining bekor aqmasligi, zaminning Xitoylar tarafidan tajovuz uyushtirmasligi to'g'riliq hukumatga besim qilyapti. Demak, hukumatmi pozitsiya bildiryapti. Shunga o'xshagan shaklda bu ziddiyatlar bara-bara kuchayishga qarab mavdu. Tunigan aynan Xitoyning alayida elchisi Yang Jiechi degan Xitoy Amerika Pompeo bilan ko'rishish uchun tunigan ko'rishdi. O ko'rishning tafsiloti oshkorlanmadi. Taxmin qiluvchilarning nimasida hozir hammamiz bilgandek Koreya bilan Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreya o'rtasida bir surkilish bo'lib, Shimoliy Koreyaning bir yana bombardimon qilganligi, u yerda bir shaklda o'qitishlarning bo'lganligi, andan keyin Xitoyning bu Shimoliy va Janubiy Koreyaning masalasini, bu surkilishni bir çoğma deb qo'ydi Xitoycha, bir nima qilib o'zicha Amerikaga besim qilgan bir mındaq qurol qilmoqchi bo'lganligini, buningda Amerikaning Shanghayning masalasiga aralashmasligi, Shanghayni bir taraf qilish usulida Amerikaning buningga bekbi besim ishlatmasligini qo'lga keltirish uchun Shimoliy Koreyani desteklayotganligidek xabarlar analiz qilinyapti qarindoshlar. Andan keyin bu Hindiston masalasidami bir şekilde o'zininki bu Hindiston bilan bo'lgan surkilishning kengayib ketishimi xalqaroning dunyo vaziyatiga ta'sir ko'rsatganligidek bir narsani o'tirib qo'yganligi. Shuning uchun bu mushunda xalqlik vaziyatlarda naiti Xitoyning o'zi uchun nima izlayotgan bir aloqa Amerikaga tanıt kaldırdıgan bir vasıtsız davatqa vaqtning o'zida akşam Trump efendim ayna hemmimiz xoşal olduk. Uyghur kişilik kanunu qo'l qo'yib etgan bo'ldi. Buning bilan Xitoy darhol bugun matbuotlarda buning qartana aytdi. Uning oldida buning qo'l qo'ydiganligini bilib, ko'ngil to'yib nurg'un xabarlarni ishlayotgan akşamki nimadan qo'l qo'yib bo'lgandan keyin Trump efendimning keyin xabarlarda Xitoyning bunga noroziligini ifodalaganligi o'tirdi. Shuning uchun hamda qarindoshlar, Xitoyning shundaq shakldagi mayli atrofidagi davlatlar bilan bo'lgan muqimsizligi bo'lsin, ichidagi tabiiy ofatlarning ko'payishi bo'lsin, ichidagi jo'nahaydagi ziddiyatlarning nimasi bo'lsin, oshkorlanib o'tirib chiqishi bo'lsin, Shanghang Tayvan masalasi bo'lsin, bizning Sharq Turkiston masalasi, Tibet masalasini o'tirib qo'yilishi, hozirgi kun tartibida mana xalqaro kun tartibida hammamiz bilgandek
bir devletinin nemesinde kanununda maqılıp bakmagan bizim meselesimiz Amerika hükümeti tarafından bir kanun kılıp maqullandı. Onun için bu maqullangandan keyinki vaziyet qanday mağamız, qandaq şekilde yani nimelerni haq huquqimizni qo'lga keltiramiz, buni kuchlantirish uchun nima qilaymiz degan masalani hammamiz bir şekilde yaxshi bir o'ylanib, buningga yaxshi bir tadbirlar, loyihalar o'tirib chiqarib, buni xalqni yetaklash, buning uchun yo'llantirish uchun bir suhbatlarning bo'lishi, doim xalqimizga yangi mazmunda hozir qiladigan, qilmoqchi bo'lgan xalqaro vaziyatning nega berayotgan qandaq şekilde bizge paylık tarafı qaysi, ziyonlik tarafı qaysi, bunun için hemimiz bir şekilde özümüzden şu siyasi xalqaro vaziyetdeki bilimlerimizni çoğunqurlaştırış pek mühim. Bek mühimken kardeşler. Eğer bunu düşünmey, özümüzün Uygurçılığı da, özümüzün kallı kelgen gepne, vay koptu. Anın nimek paydası var, mamanda koptu. Ele de özümüz düşünmegen şekildeki nesini, ya düşünmegen dem cim tumaydı gelmez. Ya ben düşünmeydim, ama ben nesini ben ügenmegendim, ma siyasi nesini ben elaqe ditlayalaydigan ditim yok demeylam. Oturup ton bir cimni qıp koydu gelmez. Yani o bazı bir üzümüzün atrafındaki adamı tesir qıp qalıdı ki, anan diken oturda düşünmezlik nesile oturup çıkıdı ki. Şu an arkadaşlar, hazır haberler meyli Türkçe olsun, arkadaşlar, meyli Xitayca olsun, meyli başka İngiliz dili, başka tillerde olsun, naiti kengri, mulayizler naiti kengri şekilde mulayız kıldığın bulup gitti arkadaşlar. Hazır şu üzümüzün bir şahsi kanalı olarak olup gitti. Nerede varsak üzümüz var, içiplam bir şekilde üzümüzün düşüngenini oturup koyalayımız. Ama doğrunu sözleyle, doğru gibimiz, salmaqı, xalqaro vaziyatga, özümüzün menfaatiga to'g'ri kelsin. To'g'ri kelmasa buni oldiga chiqib tong so'zlab olsak, devasak, özümüzün degan gapining foydasini zinji qilib qo'yib qolsa, mustaqilligimizga va xalqimizning jonijon menfaatiga ziyon yetib qolsa, yaxshi bo'lmaydi. Uni deb og'zimizdan chiqqanini qaytarib olmaymiz qarindoshlar. Shuning uchun har ishni deyishdan burun, her bir sözleştim burun, mail WhatsApp tuttur ve Facebook'ta bir narsa qilishdan burun, o'ylanib bir şekilde mening gapim, mening so'zim yoki mening qilayotgan ishim xalqimizga, mustaqilligimizga, bizning jonijon hozirgi real vaziyatimizga to'g'ri kelamdi ekanmamdi. Qanchalik to'g'ri, qanchalik xato deganni cho'ngimiz, kichikimizni aylantirib yetib, lekin so'zlasak nayt yaxshi bo'ldi qarindoshlar. Şu an aldirab bir hayajonli ish qilmay, nayt atrofli o'ylashib, işini doğru düşünüşüp, eğer düşünemsek düşündüğünlerden, bildiğinlerden sorsak oldu. Bulmasa, özümüz izlenip, kitap materyallarına ait nurgun kardeşler. Hazır haber menbelerine ait nurgun. Hemmisinden ansınız, doğru oğa yerden, yaxşı, pakiz bulaktan su içmişsiniz. Yani, meynet, yakımız doğru oğa yerden yemkip kalsınız, hayacan, hissiyat, bir şekilde neyse alışıp kalkan olsa, onun mu, her nesinin paydası bilen zihnini o'ylashib chiqsak nayt yaxshi bo'lgan qarindoshlar. Shunga gapimni shu yerda oxirlashtirma. Yana sal uzrab ketib qoldi. Aybga bormanglar. Gapimning to'g'ri yerlarini qabul qilinglar. Xato yerlar qilib qolsin. Yoqtirgan bo'lsanglar kanalimizga abone bo'linglar, taqib qo'yinglar. Chunki bir şekilde bo'lgan bir yaxshi shakldagi bir kanallarımızning nurg'un kanallarımız barpo bo'lyapti. Buni kuchlantirishimiz, bizning nurg'un kanallarımız, nurg'un so'zlarimiz Xitoyning shundaq rezilligini, shundaq Sharq Turkistonda xalqimiz qilayotgan zulmlarni pash qiladigan nurg'un kanallarimiz, shaxsiy kanallarimiz maydonga kelsin, bu kuchlansin, Xitoyga bir zarba beradigan bir media vositalariga aylanadi. Alloh hammadan rozi bo'lsin qarindoshlar.